Yaqindagina iPad Air planshetini xarid qildik hozir. Obunachilarimiz uchun test qilish maqsadida PUBG ni yuklab ko'ryapmiz. Birozdan so'ng ko'ramiz. Ushbu iPadimiz PUBG da net JFS ishlab bera oladi. Batafsil ma'lumotlar va narxini video oxirida aytib o'tamiz. Videomiz qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rishni taklif qilaman. Ushbu iPad Air'imiz qisqacha obzor qilib o'taman. Aytgancha bonusiga o'zining chexoli bor ekan. iPad Air 2019-yilda ishlab chiqarilgan 64 GB xotiraga ega, batareya yo'nqisi 80% tashkil qiladi. PUBG da katta ehtimol 60 FPS ishlab bersa kerak. Ushbu apparatimizni narxini $165 qilib belgilab qo'ydik, ya'ni 2 million so'mga chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa tezda aloqaga chiqib qolsalar bo'laveradi. PUBG dan JFS berishini birozdan so'ng sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Ayb nuqsonlarga keladigan bo'lsak, mana shu yerda bilinar bilinmas falgacha bor ekan, ya'ni o'rtasiga yashirib e'tibor bersangiz, oqarib qolgan falgasini oqarib qolganligi hisobiga mana shunaqa oq fon ko'rinib qolgan. Atak o'zi ishlab turgan hech qanday nuqsonlar yo'q. Aytgancha sim karta tushadigan variant ekan. Men tekshirib ko'rdim, imekasi ro'yxatdan o'tmagan ekan, 30 kun vaqti bor ekan. Mabodo tanishingiz bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, buni imekadan o'tkazib qo'yib, bemalol sim karta qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Atak hozirgi holatda Wi-Fi uchun menimcha zo'r ishlab bera oladi. Narxi ham unchalik yomon emas, $165. Siz nima deb o'ylaysiz? Narxiga arzidimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hozir PUBG ni yuklab bo'lsa, sizlar bilan ichini bitta ko'rib qo'yib, necha FPS da ishlab bera oladi. Hozir PUBG ni yuklab bo'ldik. Kirish jarayonlarini amalga oshiryapmiz. Hammasi haqqoniy bo'lish uchun boricha ko'rsatyapmiz. Xuddi shu apparatimizni Telegram kanalimizga barcha tarafdan suratga olingan rasmlarni joylab qo'ydik. Kirib bemalol guvoh bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari boshqa telefonlarni ham tashlab boramiz. O'zingizga kerak bo'lgan telefonni tanlab xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Mana hozir PUBG ga kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Menimcha cho'tki ishlayapti. FPS ni ko'rsatadigan bo'lsam, 60 FPS ko'rsatyapti. Lobbyda ham 60 FPS. Balansda ham ekstrem turibdi. Bu 60 FPS katta ehtimol. Adashmayotgan bo'lsam, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, yoki 60 yoki 90 bo'lishi ham mumkin, bilmadim. Biz mana shu apparatimiz sotuvda. Hozir bir ikkita matchga tushib o'tib ham ko'ramiz. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu iPad Air deb nomlangan modelimiz PUBG da 60 FPS da. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga arzidimi yoki yo'q? Fikringizni yozib qoldirasiz, o'qib chiqishingiz uchun qiziq bo'ladi albatta. Bas mana yerga qo'ndik. Giroskoplar ham cho'tki ishlayapti. Yerga yo'qolib sakrab, yo'qdan sakrab o'tib, mana shunday qilib o'tirasizlar. Menimcha Androidda yaxshi ishlab bera oladi. Bas sotuvda. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib qo'ying. iPhone 13 Pro xotirasi 128 GB, batareya yo'nqisini ko'rsatadigan bo'lsam, 88% tashkil qiladi. Rangi oppoq holati ham ideal holatda ekan. 10 dan 8 baho qo'yish mumkin. Nimaga 8? Sababi ozgina chexol ishlatilgan shekilli mayda-mayda sarapinalar tushib qopti. O'ynasa ham cho'tki holat saqlanib turibdi. Hech qanday ayb nuqsonlar yo'q, hatto petnosi ham yo'q ekan. Adashib urib olgan yo'q, qo'ldan tushib olgan joylar umuman yo'q ekan. Kameralar ham cho'tki ishlab turibdi. Imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, tayyor. Yetmaganiga korobkasi va bonusiga chexolini ham qilib beramiz. Ushbu iPhone 13 Pro telefonimizni $395 ga qilib beramiz. Alala amerikanskiy region bilsangiz ham bitta amerikanskiy region telefonlar barchasida chip bo'ladi. Shundan sirazi ajratib olish mumkin telefonni Amerika regioni ekanligini. Ular telefonimiz sotuvda, qiziq bo'lsa aloqaga chiqib qo'yasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Qiziq bo'lsa quyidagi nomerlar orqali bog'lanib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Yaqindagina Huawei planshetini xarid qildik. Mana bunaqa o'zini ajoyib chexollar bilan birgalikda sotuvga qo'yapmiz. Obunachilarimiz uchun PUBG yuklab ko'rmoqdamiz. Hozir ushbu planshetimizda PUBG necha FPS ishlash mumkinligini bilish maqsadida test o'tkazib ko'ramiz. Hozir yuklash jarayonida mana shu PUBG ni yuklab bo'lgandan so'ng batafsil video qilamiz va ushbu planshetimiz necha FPS ishlaydi. Videomiz qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Aytgancha shu planshetimiz sotuvda, narxini albatta video oxirida aytib o'tamiz. Mana shu o'zining chehollari bonus tariqasida berib yuboriladi. Mana hozir planshetimizga PUBG o'yini yuklandi. Sizlar bilan birgalikda birinchi kirishni amalga oshiramiz. Ghost rejimdan kirmoqchiman. Ghost rejim qayerda berdi? Ghost rejim yo'q ekan. Shuning uchun biz endi Discordga kiramiz. Discorddan kiramiz ekan. O'zimizning shaxsiy akkaunt orqali kirdik. Hozir buni endi FPS necha ekanligini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Grafikaga o'tamiz. Moslashtirishga qo'yamiz, Crownga qo'yamiz. Demak, bu planshetimiz
60 FPS da ishlar ekan. Hop, unchalik yaxshi tushunmaganim uchun o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Mana shu 60 FPS deyiladimi? Bilganlar kommentariyaga yozib olsanglar, xursand bo'lamiz. 60 mi yoki 90? Taxminan 60 FPS bo'lsa kerak. Hozir endi sizlar bilan birgalikda mashq maydoniga kirib, bir ikkita otishmalarni amalga oshirib ko'ramiz. Ungacha esa men planshet haqida biroz sizlarga ma'lumot berib o'taman. Planshetimiz Huawei Mate 11 deb nomlanadi. Prosessor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, operativnik tizim 6, xotirasi 128 GB bo'ladi. Ko'rinishi mana shunday holatda, hech qanday ayb nuqsonlar yo'q, ishlab turgan apparatimiz. Narxini $155 qilib belgilab qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol biz bilan bog'lanib xarid qilsangiz bo'laveradi. O'qitlarni ko'p kuttirmagan holda mashq maydoniga emas, Erangelga ro'la tushib qo'ya qoldik. Hozir ko'ramiz, giroskoplar qanday ishlaydi. Aytmoqchi, ovozi ham bor. Hamma shu yerda ishlayapti-ku. Internet yaxshi emasligi hisobiga bunday qilib ketishdi. Xullas, xotirlayman.